Diqqat, barchamizga o'zining hit taronalari bilan tanilgan Asilbek Nigmatov haqida kutilmagan xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, siz Guli TV qisqa xabarlar kanalidasiz. Kanalimizga xush kelibsiz. Yurtimizda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlardan doimo birinchilardan bo'lib xabardor bo'lib turishni xohlasangiz, kanalimizga hoziroq podpisatsiya tugmachalarini bosib, videolarimiz davomida bordona like tugmachasini bosib ketishni ham unutmang. Yangi chiqqan paytim kuylarim hit. Esimda shu kunlar og'ir xasta edim. Ozib suyaklarim qolgandi. Balki zaharlangan edim. Xudo biladi, har kecha ertaga uyg'onarmikinman deb yotar edim. 4 yil shunaqa uxlamay tong ortirdim. Alloh jonimni olmadi, shifo berdi. O'lmadim. 4 yil har kecha o'lim jazosiga mahkumday как смертник kutardim. Bu do'zaxdan keyin meni ancha-muncha narsa aqlimni ola olmasa, hayron qoldira olmasa kerak. Bu yolg'iz kechalar ichida meni va yaratgan bor edi faqat. Biz shunchalik yaqin bo'lib ketdikki, u yog'ini ayta olmayman. Bu ikkimiz o'rtamizdagi sir. Faqat bir nimani aniq aytaman. Iymon bebaho ne'mat. O'g'il bola boshida har xil sinov bor. Sinov kuni shayton keladi. Shunda kelib iymoniylarni so'rab qolsa, ishonch qolmaganda, meni shu voqeamni eslanglar. Bu so'zlarga ham hikmat va kuchdir. Kecha bir qurayotgan barg edim, bugun ulkan daraxtman. La ilaha illalloh. Bu dunyo bozoriga hali ko'p o'g'lonlar keladi. Ularning ichida albatta nishonga olingani bo'ladi. Bu video aynan shunaqa o'g'lon uchun merosdir. Yengilma, Alloh uchun hech narsa emas, faqat yengilma, duo olishni unutma deya yozib qoldirgan Asilbek Nigmatov o'zining ijtimoiy tarmoqdagi Instagram sahifasida.